Ali. Zarina. Ali bugun menga uyga qaytishimizni aytdi. Bo'laga aldabdi. Nimaga mal deyman? Sen aldavotsan. Shunaqa dedingmi, Ali? Ayt, nima qilaysan? Qo'yaver. Endi Alini bosgan qadamini senga aytib turaman. Galshtugim. Hozir kelaman. Ha? Nima bo'ldi qizim? Nega yig'layapsan? Oyi, odamning miyasida o'simta bo'lsa, uni operatsiya qilsa nima bo'ladi? Kim haqida gapiryapsan? O'rtog'im Ali bor edi-ku, Xo'sh, o'shani operatsiya qilish kerak ekan. birinchidan bu tezlikda bo'ladigan ish emas. Bu operatsiya og'ir operatsiya. Avval bemorni tayyorlashadi. Ancha davom etadi. Ali, men hammasini o'ylab ko'rdim. Biz birga bo'lolmaymiz. Chunki birga bo'lsak ham baxtli bo'lolmaymiz. Bilaman. To'g'risi o'zi senga ko'p azob berdim. Senga umid berib azoblagandan ko'ra munosabatlarimiz boshlanmasdan to'xtagani yaxshiroq. Aytgancha, qachondir seni ko'nglim kelib qolsa, seni xatdan topaman. Yarim tunda shahar bo'ylab yurganingda chiroq o'chmagan bitta deraza bo'ladi. O'sha yerda men bo'laman. O'zing ehtiyot qil. O'zgarmabsan. Meni hali ko'rganing yo'q-ku. Hali ham o'sha armatura ishlaringda yuribsanmi? O'zingning kartoshka burning o'sha. Charchab ketay, meni kutaverib. Men seni kutganim yo'q. Men avtobus kutyapman. Meni ismim Ali, avtobus emas. O'zing-ku, kutaverib. Yana tan olging kelmaydi. Bo'pti, ketdingmi maktabga? Bo'pti. Ketdik.